Buxoroda telefon o'g'risini tutish uchun to'sib ushlash tadbiri o'tkazildi. Vladivostokda rossiyalik yoshlar O'zbekiston fuqarolarini kaltakladi. AQSh Venesuelaga tegishli qayiqqa zarba berdi. Qayiqda odamlar bo'lgan. Mulkimizga tegilsa javobsiz qoldirmaymiz. Rossiya Yevropani jiddiy ogohlantirdi. Rossiyada urushdan qochgan mahbuslarga jazo kuchaytirilmoqda. Endi esa batafsil. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftani o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faoliyatni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Buxoroda telefon o'g'risini tutish uchun to'sib ushlash tadbiri o'tkazildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Nexia haydovchisi bir necha yo'l-patrul xizmati avtomashinalaridan qochib, boshqa mashinalarga zarar yetkazgani aytilgan videolar tarqaldi. Holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumot berdi. Unga ko'ra 14-sentyabr kuni Buxoro tumanida yashovchi fuqaro telefonini sotish jarayonida firibgarlikka uchragani haqida viloyat ichki ishlar boshqarmasining 102 raqamiga murojaat qilgan. Ma'lum bo'lishicha, noma'lum shaxs telefonni xarid qilish bahonasida kelib, pulini avtomobilda berishini aytgan va telefonni olib, oq rangli Nexia 3 ta hodisa joyida yashiringan. Shundan so'ng to'sib ushlash rejasi joriy qilinib, olib borilgan tezkor harakatlar natijasida avtomobil Buxoro shahri Islom Karimov ko'chasida aniqlangan. Uni boshqargan 2003-yilda tug'ilgan haydovchi ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talabiga bo'ysunmay, bir necha transport vositalariga zarar yetkazgan. Mazkur shaxs va avtomashina ushlanib, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi hamda 166-moddasi 3-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. U hozirda qamoqqa olingan. Holat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Vladivostokda rossiyalik yoshlar O'zbekiston fuqarolarini kaltakladi. Rossiyaning Vladivostok shahrida bir necha yoshlar o'zbekistonlik migrantlarni kaltaklagani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Rossiya tergov qo'mitasining Primorsk o'lkasi bo'yicha boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda rossiyalik o'smirlar migrantlarni do'pposlab, ularning ustidan kulib, haqorat qilgani aks etgan videolar tarqalgandi. O'zbekistonning Vladivostokdagi bosh konsuli Yusuf Qobiljonov holat aniqlangan zahoti fuqarolar bilan aloqa o'rnatilib, huquqiy yordam ko'rsatilganini ma'lum qildi. Shuningdek, Vladivostok ichki ishlar boshqarmasiga rasmiy ariza va Primorsk o'lkasi prokuraturasiga ushbu masala bo'yicha barcha tegishli choralarni ko'rish zarurligi haqida notalar yuborilgani bildirildi. Rossiya tergov qo'mitasining Primorsk o'lkasi bo'yicha boshqarmasi axborotida keltirilishicha, bezorilik 10-sentyabrga o'tar kechasi Vladivostok shahrining Xabarovsk ko'chasida sodir etilgan. Buning ortidan 15 yoshli o'smirlar va jinoyatning boshqa ishtirokchilariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ular spirtli ichimlik ta'sirida hech bir sababsiz to'xtab turgan avtomobilga shikast yetkazib, uning saloniga aerozol ballonchasini purkagan. Shundan so'ng do'konga mahsulot olib kelgan yuk mashinasi haydovchisiga hujum qilgan. Do'konga bostirib kirib, xaridorlar va sotuvchining ko'z o'ngida bir erkakni kaltaklagan. So'ngra ular taksi haydovchisi va salondagi yo'lovchiga ham tashlangan. Gumonlanuvchilarning shaxsi aniqlangan bo'lib, ulardan biri qo'lga olingan. Yana 2 nafari qidiruvga berilgan. O'smirlar avval ham bezorilik qilgani uchun jinoyat ishi qo'zg'atilgan. AQSh Venesuelaga tegishli qayiqqa zarba berdi. Qayiqda odamlar bo'lgan. AQSh prezidenti Donald Trump 15-sentyabr kuni mamlakat harbiy kuchlari Venesuelaga tegishli yana bir qayiqqa zarba berib, 3 kishini yo'q qilganini ma'lum qildi. Bu haqda BBC xabar bermoqda. Ma'lum bo'lishicha, qayiq Venesueladan Qo'shma Shtatlarga qarab yo'lga chiqqan va bortida giyohvand moddalar bo'lgan. Bugun ertalab mening buyrug'im bilan harbiylar giyohvand moddasini tashiyotgan ekstremal zo'ravon kartellarga qarshi ikkinchi kinetik hujumni amalga oshirdi deya bayonot bergan Trump Truth Social'dagi sahifasida. U bunday kartellarni AQSh milliy xavfsizligi va manfaatlariga tahdid deb atamoqda. AQSh prezidenti bayonotida avvalgi hujumni ham eslab o'tgan. O'shanda qayiqdagi 11 kishi halok bo'lgan edi. Venesuela hukumati bunday harakatlarni xalqaro huquqning buzilishi deb baholab, AQShni begunoh baliqchilarni nishonga olayotganlikda ayblamoqda. Ayrim tanqidchilar gumonlanuvchilar nima uchun qo'lga olinmayotgani va sudsiz o'ldirilayotganini savol ostiga qo'ygan.
Tramp esa bunday tanqidlarni rad etib shunday fikr bildirgan: ogoh bo'ling, agar siz amerikaliklarni o'ldirishi mumkin bo'lgan giyohvand moddalarni tashiyotgan bo'lsangiz, biz sizni ovlaymiz. U zarba berilgan kemada kokain va fentanil to'la xaltalar bo'lganini ta'kidlagan. Biroq e'lon qilingan videoda bu aniq ko'rinmagan. Tramp shuningdek Venesueladagi baliqchilik sanoati bu hujumlardan zarar ko'rayotganini tan olgan. So'nggi haftalarda AQSh-Venesuela munosabatlari keskinlashgan. Tramp ma'muriyati Karakas yaqiniga harbiy kemalarni yuborgan. Prezident Maduro esa AQShni mamlakatda hukumatni ag'darishga urinishda ayblamoqda. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar hukumati Maduroni narkokartellarga rahbarlik qilishda ayblab, uni qo'lga olish uchun mukofotni $50 million oshirgan. Tramp esa Venesuela hududiga ham zarbalar ehtimoli borligini inkor etmayapti. Mulkimizga tegilsa javobsiz qoldirmaymiz. Rossiya Yevropani jiddiy ogohlantirdi. Rossiya Yevropa ittifoqi davlatlarini muzlatilgan rus aktivlari hisobidan Ukrainani moliyalashtirish rejalari bo'yicha qat'iy ogohlantirdi. Moskva har qanday davlat uning mol-mulkini musodara qilsa, javob choralarini ko'rishini bildirdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Yevropa ittifoqi raisi Ursula von der Leyen Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun Yevropada muzlatilgan Rossiya aktivlaridan tushgan daromadlarni ishlatish rejasi ustida ishlayotganini xabar qilgandi. Aniqrog'i gap Rossiyaning Yevropa Markaziy bankidagi obligatsiyalardan tushgan foizlarni Ukraina uchun reparatsiya kreditiga yo'naltirish haqida bormoqda. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev bu rejalarni o'g'irlik deb atab, o'zining Telegram kanalida shunday post qoldirgan: agar bu amalga oshsa, Rossiya mulkimizni musodara qilishga uringan Yevroittifoq davlatlari va Bryusseldagi degeneratlar ortidan asr oxirigacha quvadi. Medvedev Rossiya bunday harakatlarga xalqaro va milliy sudlarda, hattoki suddan tashqarida ham javob qaytarishini ta'kidlagan. Ma'lumot o'rnida Rossiya 2022-yilda Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng AQSh va uning ittifoqchilari Markaziy bank hamda Moliya vazirligi bilan barcha moliyaviy aloqalarni to'xtatgan. Xususan $300-350 milliard Moskva davlat aktivlari muzlatib qo'yilgan. Ularning katta qismi Yevropa, AQSh va Britaniya obligatsiyalaridan iborat. Rossiyada urushdan qochgan mahbuslarga jazo kuchaytirilmoqda. Rossiyada urushga jalb qilingan mahbuslarga nisbatan jazo og'irlashtiriladi. Hukumatning qonunchilik bo'yicha komissiyasi tegishli tuzatishlarni ma'qulladi. Endilikda harbiy qismni o'z boshimchalik bilan tashlab ketish, dezertirlik va xizmatdan qochish maqsadida kasallikni soxtalashtirish yoki boshqa usullar uchun jazo muddati uzaytiriladi. Gap allaqachon qamoqqa hukm qilingan va shartli ravishda jazoni o'tashdan ozod etilgan, shuningdek Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolagach jinoiy ishlari to'xtatilgan fuqarolar haqida bormoqda. Qismni o'zboshimchalik bilan tark etganlik yoki uzrsiz sabablarga ko'ra 2 kundan 10 kungacha xizmat joyiga kelmaganligi uchun ularga 2 yildan 6 yilgacha, 1 oy davomida kelmaganligi uchun 3 yildan 8 yilgacha, undan ortiq bo'lsa 7 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. Hozirda agar harbiy xizmatchi safarbarlik, harbiy holat, qurolli to'qnashuv yoki jangovar harakatlar davrida jinoyat sodir etgan bo'lsa, maksimal jazo mos ravishda 5, 7 va 10 yilni tashkil etadi.